Assalomu alaykum Diyoruz kanali obunachilari. Xo'p, gapni cho'zmaymiz. Hozir yozgi kunida eng kerakli bo'layotgan sizlarga eng arzon joydan konditsioner narxlarini qisqacha yoritib olamiz. Eng qiziq 3,5 million so'mga 12 talik konditsioner bu yerda xarid qilsalaring ham bo'lar ekan. Hozir Adamshaylar ham qisqacha sizlarga buni narx-navosi hamda funksiyalarini tushuntirib beradi. Aka, endi bir 5-10 minut vaqtingizni olsangiz qisqacha qilib tushuntirib bersangiz, o'sha eng arzoni hozir 3,5 million bo'lyaptimi aka? U qaysi bir aka? U qaysi firmaniki? Bu Immer firmaniki. Aha, Immer'deki. Bu 12 tali ya aka? 12 tali disin vektorli qo'shimcha spirallari va o'qishga isitgani. Aha. Eng arzoni bo'ladi. Hozir aka o'rtacha necha kilovat bo'ladi bular tok tortishi? Sovutgani 1 kilovat tortadi. Aha. Isitgani 2 kilovat tortadi. Sabab tentini agar qo'shimcha qilib yoqadigan bo'lsangiz, o'sha rasxoti isitganicha ko'proq bo'ladi. Juda ko'proq bo'ladi, lekin ma'lumot yoqmasangiz 1 kilovatga isitgani ham sovutgani ham 1 kilovat tortaveradi. 1 kilo. Bo'lmasa aka qisqacha firmasi hamda narxlarni gapirib o'tib ketaveraylik. Bo'lmasa kimga kerak bo'lsa telefon qilib bemalol ma'lumot topa olaveradi. Xo'p, bu birinchimiz 3,5 million aka 12 talik. Xo'p, keyingimizchi aka? Tepadagi vaki 4 million 500 ming so'm. 4 million 500 ming so'm. Bitta hozir hammasi 12 talikmi? Ha, 12 talik invektor. Mana chap tarafdagilar 12 talik invektorlar. Bular 12 talik, 12 talik. Xo'p, AUX-chi? AUX-da General modeli 4 million 100 ming so'm. 4 million 100 ming so'm. Tepadagi grey 6 million 300 ming so'mlik bo'lsa. 6 million. Tepadagi shivakiyimiz u 5 million 200 ming so'mlik. 5 million 200 ming so'm. Endi chap tomonga o'tsa Artel'da eng tepasidagi 5 million 150 ming so'm Grand Hyper degan modeli. Undan keyingisi 4 million 800 ming so'm. Undan keyingisi eng arzon varianti 4 million 300 ming so'm. 12 talik bular. Buni ham anaqasi bor aka? Pozitsiyasi bor, bularni ham modeliga qarab turib narxi o'zgaraveradi. Qimmatlashaveradi. Ikkita o'rnimiz bor, 4 million 500 ming so'm. 4 million 500 ming so'm. Uni pastida esa Seventage firmaniki, bunimiz 12 talik invektorli, ham DC invektorli. Aha. 3 million 650 ming so'm. 3 million 650 ming so'm. Demak, bu ham narxi bunaqa qimmat bo'lsa ham, xohlasalar Immer, bunda xohlasalar ham bundan. Xo'p, bu yonda Artelimizchi? 18 talik. Bular 18 talik. degan modeli 6 million 400 ming so'm. Tentli variantlari. Aha. Tepadagi X-Tron bu 6 million 700 ming so'm bunisi. Bular hammasi 18 tali. Ha, 18 tali. Aha, Shivakida 6 million 500 ming emas, Sendo degan model 6 million 500 ming. Aha. AUX-da 2025 model asosi. Ha, bu yangicha modeli. Bu ham 18 tali. 6 million 300 ming. 6 million. Ham tento bor o'sha isitgani. Yaxshi zo'r varianti. Sovutishi ham yaxshi. Sovutishda. Bor konditsionerlarimiz. Aha. Bunimiz DC invektorli, buni ham narxi ancha arzon. Hozir kunlar esa ko'p sotilayotgan firmalardan. necha pul bo'lyapti hozir shundan aka? 600 ming so'm. Ha, 3 million 600 ming so'm. Agar dollarga hisob bo'lsa, где-то 300 dollarcha bo'lar ekan-a? Yo'q, 270 dollar bo'ladi. Ha, 270 dollar. Ha, dashtim 270 dollarga hamcha 12 talik konditsioner 270 dollarga. Lekin bu ham bir garantiyalari bormi aka bu firmaning ham? 3 yil garantiyalari hamma yo'g'i bor mana. Hozir issiq kunda mabodo konditsioner kerak bo'lsa 260 dollarga 3 million 600 ming so'mga konditsionerlar bor. Bundan boshqa xohlasangiz Artel deysizmi, Shivak, AUX hamma firmanikidan bor. Bu yonimizdagi aka bu ham bir xilmi bu? Vigo degan modeli bu misol DC invektorligi bo'ladi. Full DC invektorligi bo'ladi. Zikrdek ekan. Aha. Bunisi full DC invektorligi bo'lsa. Bunisining narxi 4 million. Ha, ya'ni bundan Yana ham tejaydi. Yanada Tokini tejay beradi unga nisbatan. Bu ikkalasi ham invektorli, bu kuchliroq pozitsiyasi. Pozitsiyasi kuchliroq. Aha, bunimiz sal pastrog'i va funksiyasi kamroq unga nisbatan, to'g'rimi? Funksiyasi bir xilda, faqatgina motorida farqi bor xolos. Motorida farqi bor xolos. Bo'ldi, ya'ni bularni hammasida garantiyasi bor. Aytganlari 3 yil garantiyasi bor. Arteldagi qanchadagi garantiyasi? 3 yil. Uni ham 3 yil. Hammasida ko'rib turgan hamma konditsionerda garantiyasi bor. To'g'rimi aka? Garantiyasi. Hammasida garantiyasi bor. Bemalol yozib berishadi. Pastda akalarimiz nomerlari bor. Kimga konditsioner hozirgi qishki kunida kerak bo'lsa, bundan tashqari barcha maishiy texnika xizmatlari mavjud. Aka, katta rahmat, sog' salomat bo'ling.